Kelinni so'yib yubordim. 25 kilometrcha ketamiz endi. Endi men oldida o'tiribman, Damas'da oldida o'tiribman, shopirga aytdim, javob bering, xo'p. Keyin bir homilador kelin ketib qoldi. To'pra aytdiki, aka, mana shu kelinimizni oldiga olaylik deb, orqadan emasmi? Bo'ldi dedim. Keyin oldiga oldik. Men orqaga o'tirdim, Damas'ning orqasiga oldiga bitta joy oldik. Eshik yopildi. Endi biz yurgan yo'ldan 3 kilometrdan keyin u akani olishimiz kerak. Endi 3 kilometrgacha hali kelin o'zi telefonda gaplashib keldi. O'tirdi mashinaga. Eri bilan gaplashyapti, bilib turibman. Shunaqa tashayapti endi eriga. Baqiryapti, so'kiyapti erini. Biz uni ehtiyotlab oldiga o'tkazibmiz. Endi 5 ta erkakni ichida tashab ketyapti endi. Keyin zo'rg'a borib olmadi 3 kilometrga. Endi chiqdi. Bitta chiqdi oldiga o'tirdi. Telkasiga urib, "Lo'ba aka" desam, men qarab, "Ha, dedi. Men ko'rinmaysan demaysiz" dedi. Desam, hayron bo'lib, "Hali men ko'rinmaysan" dedi. "Ha, aka qamalib chiqdim" dedim. "Qamalib chiqdim, 5 yil o'lyapti aka." Desam, "Nimaga qamalasan" dedi. "Kelinni so'yib yubordim. Telefonda tashodi, dedim, so'yib yubordim, o'lmay qoldim. O'lganda 20 yil berardi, rozi edim." Men shuna yomon ko'raman, telefonda baqiradiganlarni, dedim. Shuna to'yib turibman, dedim, o'zi 1 oy bo'ldi, charchag'am o'sgan yo'q hali. Sanali keyin o'chdi. 25 kilometr mazza qilib ketdik ekan.